Qabulimga asosan ayollar va o'smir yoshdagi bemorlar keladi. Ayollarda asosan eridan o'sha shapaloq yeyish natijasida quloq pardasi yirtilishi kuzatiladi. O'smirlarda asosan ko'cha-kuyda urishib qolish natijasida quloqqa shapaloq teganda yoki bo'lmasam sportda, ya'ni futbol kaptoga quloqqa tekkanda yoki bo'lmasam dachalarda basseynga noto'g'ri kalla ochish natijasida quloq parda yirtilishi kuzatiladi. Bunaqa holatda o'sha parda yirtilish belgilari quloqda og'riq, shovqin, eshish pasayishi holatlari kuzatiladi. Shunday holat sizda yuz bersa, o'zi nima qilish kerak? Bunday holatda zudlik bilan lor ko'rigiga borish kerak va endoskop yordamida quloq ichini pardasini tekshirib tashxis qo'yish kerak. Agar sizda quloq pardasi teshigi katta bo'ladigan bo'lsa, maxsus lateks qo'yiladi va bu muolaja 7-10 kun ichida qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar bu muddat ichida muolaja bajarilmasa, quloq pardasi teshigi doimiy qoladi va buni davolashning asosiy yagona usuli operatsiya hisoblanadi. Lor bo'yicha yanada qiziqarli ma'lumotlarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling.